kompleks birikmalardagi fazoviy izomeriya bilan tanishamiz. Ma'ruza rejasi geometrik izomeriya, optik izomeriya. Organik birikmalarda ishlatiladigan izomeriya so'zi izos teng, meros qism koordinatsion birikmalar uchun ham juda keng qo'llaniladi. Bu bir xil stereometrik tarkibga ega, lekin birikmalarning tuzilishlari va xossalari bilan farqlanadi. Kompleks birikmalar kimyosida izomeriya hodisasi keng tarqalgan, ya'ni moddaning bir xil tarkibga ega, lekin tuzilishi va xossalari har xil bo'lgan ikki yoki undan ortiq birikma hosil qilish qobiliyati hisoblanadi. Bu hodisa fazoda ligandlarning kompleks hosil qiluvchi atrofidagi turlicha joylashishi bilan bog'liq. Koordinatsion birikmalar izomeriyasini ikkita katta guruhga ajratish mumkin. Bu birinchisi tuzilish izomeriyasi hamda ikkinchisi fazoviy izomeriya turlari. Tuzilish izomeriya turi o'z navbatida quyidagilarga bo'linadi: ionizatsion izomeriya, gidrat izomeriya, koordinatsion izomeriya, bog'lanish izomeriyasi, konformatsion izomeriya, transformatsion izomeriya, formal izomeriya, o'rinbosar izomeriya, elektron izomeriya, holat izomeriya, spin izomeriya hamda allagonal izomeriya turlariga bo'linadi. Fazoviy izomeriya turi esa o'z navbatida geometrik hamda optik izomeriya turlariga bo'linadi. Bir xil tarkibli, lekin ligandlari markaziy ion atrofida boshqa tartibda joylangan komplekslar o'zaro geometrik izomerlar deb ataladi. Geometrik izomeriya birinchi navbatda cis va trans izomeriyani o'z ichiga oladi. Ular asosan tekis kvadrat va oktaedrik komplekslarda namoyon bo'ladi. Demak, cis va trans izomerlarda A va B ligandlar markaziy ion atrofida bir-biriga nisbatan ikki xil joylashadi. Birinchi holda cis konfiguratsiyaga bir xil o'rnini bosuvchi juftlar 90 gradus burchak ostida joylashganda kiritiladi. Trans konfiguratsiyaga esa bir xil o'rinbosar juftlar 180 gradus burchak ostida joylashganda kiradi. MA2B2 tarkibli tekis kvadrat tuzilishga ega bo'lgan kompleks uchun ikkita geometrik izomeriya mavjud. Bular cis va trans. MA2B2 tarkibli oktaedrik komplekslar uchun ham ikkita geometrik izomeriya turi ma'lum. MA2B2 tarkibli tetraedrik komplekslarda esa geometrik izomerlar uchramaydi. MABCD tarkibli kompleks uchun geometrik izomerlar soni 3 ga teng. MA3B3 tarkibli oktaedrik komplekslarda faqat ikkitadan izomer uchraydi. MA2B2CD tarkibli oktaedrik kompleksda esa 4 ta geometrik izomer bo'lishi mumkin. MA6 yoki MA5B tarkibli koordinatsion soni 6 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar uchun geometrik izomeriya mavjud emas. MA4B2 tuzilishi oktaedr bo'lgan komplekslar uchun ikki xil geometrik izomeriya turi uchraydi. Bu cis va trans hamda MA4B2 trigonal prizma ko'rinishidagi kompleks birikmalar uchun 3 xil geometrik izomeriya turi uchraydi. Kobalt 3, rodiy 3, ruteniy 3, platina 4 va boshqa metallarning 6 koordinatsion qurshovli komplekslari uchun MA4B2 va MA3B3 tipidagi komplekslari keng tarqalgan. MA3B3 holati uchun agar 3 ta bir xil ligandlarning barchasi oktaedrning bir yuzida joylashadigan bo'lsa, ya'ni bir-biriga nisbatan cis holatda bo'ladigan bo'lsa, bu yuzay izomer hisoblanadi. Agar 3 ta bir xil ligandlardan
kamida bittasi boshqa bir xil o'rinbosarga nisbatan trans holatda joylashadigan bo'lsa, bu izomer turi meridional izomeriya turi deb ataladi. Geometrik izomeriyaga qator misollar keltirilgan. Misol uchun, cis holatdagi dixloro diamin platina kompleksimiz tekis kvadrat tuzilishiga ega bo'lib, u saratonga qarshi faollikka ega va bugungi kunda saratonga qarshi dori sifatida ishlatiladi. Uning trans izomeri dixlorodiamin platina esa zaharli modda bo'lib, hech qanday saratonga qarshi ta'sirni ko'rsatmaydi. Ikkinchi kompleksimizda dixloro bis etilendiamin kobaltda ham ikki xil geometrik izomeriya kuzatiladi: cis va trans izomeriya. Kimyoviy birikmalarning optik faolligini birinchi marta 1811-yilda Arrigo kvars kristallari namunalarida kuzatgan. Optik izomeriya 1848-yilda yorug'likning qutublanish tekisligining turli yo'nalishlarda aylanishi bilan vino kislotaning optik izomerlarini olgan va optik izomerlarning oyna simmetriyasini faraz qilgan Pasteur tomonidan 1848-yilda kashf etilgan. Atrofida bunday izomerlar hosil bo'lishi mumkin bo'lgan markaziy atom xiral yoki asimmetrik markaz deb ataladi. Optik izomeriya ba'zi birikmalarning optik faolligi hodisasi, ya'ni yorug'likning qutublanish tekisligining aylanishi bilan bog'liq. Optik izomeriya mavjudligining asosiy sharti kimyoviy birikmaning asimmetrik tuzilishidir. Shunday qilib, agar organik birikmadagi uglerod atomi 4 xil atom yoki radikal bilan bog'lanadigan bo'lsa, u holda bir xil tarkibga ega obyekt va uning oyna tasviri sifatida bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ikki turdagi fazoviy joylashuv kuzatiladi. Bunday izomerlar optik antipodlar yoki enantiomerlar deb ataladi. Optik izomerlardan biri qutblangan yorug'lik tekisligini o'ngga buradigan bo'lsa, bu D-izomer hisoblanadi. Ikkinchisi esa chapga buradigan bo'lsa, bu L-izomer hisoblanadi. Oktaedrik komplekslar bilan solishtirilganda, tetraedrik komplekslar faqat har xil tabiatdagi 4 ta ligand bo'lganda optik izomerlarga ega bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kelib chiqishi biologik barcha optik faol komplekslar tekis polarizatsiyalangan yorug'likni faqat chapga aylantiradi. Sun'iy ravishda sintez qilinganlari esa har doim bir nisbatda D va L izomerlarning aralashmasi hisoblanadi. Etilendiamin bidentant ligand vazifasini bajaradigan rutenining oktaedrik kompleksida simmetriya tekisligiga ega bo'lmaydi. Shu sababli buning ikkita optik izomeri mavjud va bu quyidagi slaydda aks ettirilgan. Bundan tashqari MA2, B2, C2 bo'lganda, kompleks tuzilishi oktaedrik bo'lganda, markaziy atomga ligandlar monodentant holatda bog'langanda ham optik izomeriya hodisasi kuzatiladi.